Qur'oni Karimni o'qib qiynalsangiz, charchasangiz, qiynalib ketdim demang. Qiynalsa arziydigan ish. Charchab ketdim demang, charchasa arziydigan ish. Odamlar 2 xona uy quraman deb Rossiyada 5 yil ishlayapti. Ter to'kib 12 soatdan. Mana bu maqomlarga erishish uchun 50 yil ishlasa ham arziydi 12 soatdan. Faqat shu Qur'on bilan band bo'lsangiz ham arziydi. Chunki bu chegarasiz o'ta katta boylik. 2 xona uy nima bo'ladi u? Halbuki Rasul akram alayhissalatu vassalom aytganlarki, jannatning bir kamon bo'yichalik yeri dunyoning hammasidan afzal deganlar. Endi bu jannatni katta maqomlari, eng oliy darajalari va mulku xuldi boshqalarga ko'z-ko'z qilinadigan darajada berilishi, ana unday tashvishlarda, tashvishli holatda unga tasalli bo'lib, shafoatchi bo'lib Qur'oni Karim kelishi, bu har qancha mehnat qilsa arziydigan ish bu.